kun boshlanishi bilan qizlarga rasmga tushiring deyapti. Juda ham Qanday kayfiyat yaxshi bo'lmasligi mumkin? Alinaxon, yaxshi dam oldingizmi o'zi? Tayyormisiz? Albatta. Zo'r bo'ladimi bugun? Nasib. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, salomatmisizlar? Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvimiz boshladik. Biz bugun Aviasozlar dehqon bozori mehmondamiz. Qani, ancha bo'lib kelmagansiz, bir kayfiyatni ko'tarib mana odar-to'dar qilib ketaylik. Quyosh juda ham. Omonat bu ham Farina. Ha, ko'zim yumilib ketyapti-da. Dekabr qoq o'rtasida eslataman. Farinaxon, esidan unaqa qilib turganlaringiz deyman. Hozir ko'zim piska bo'lib qoladi-da. Bu siz quyoshda o'ylayapsizmi buni? Bu meni nurim bu. Shuna tushyapti sizga. Mana bunday qilib turaman, ko'rmay qolib. Qochyapman-da, o'sha sizning nuringizdan. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana efirda. Bizning kayfiyatimiz a'lo. Albatta biz mana shu zo'r kayfiyatni tomoshabinlarimizga ham ulashamiz. Albatta. Keling 1 2 3 bunchalar faqat ushlab turing, men bunchalarni boshqacha aytmoqchi edim. Nima deyapsiz? Ushlab turing, bunchalar zo'rsan deymiz. Hozir. Ular deb tashlayapsiz. Ushlab turing. Siz qo'lingiz bundoq qilganingiz mana bittasini sizga qol. Qani 1 2 3. Ya, hazilsiz. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim ben giderken. Onajon, assalomu alaykum. Alaykum. Salomatmisiz? Yelkamda bunday qo'ying. Kayfiyatingiz qalay? Yaxshi. Sog'monmisiz? Xudoga. Ustingizdan shu arizalar tushdi, jalibalar, bir ikkita muammolar bor ekan. Bilasizmi nima deb yozishdi? Opa haddan ziyod chiroyli bo'lib ketyapti, qarimayapti deydi. Dedim, bu yaxshi ko'rdim. Yaxshi bo'ldi, qarimaydi. Turmush o'rtoqqa bog'liq. Nega yo'q? Yo'q, nimasi bu? Navara bor. Конечно, bog'liq. Ha? Uchta nevarani buvisi endi. Ushmasdan o'tirsa zo'r. Danagidan mag'iz shirin deydi, shu rostmikan ona? 100% rost. Bolalaringizdan ko'ra undan borsa yaxshi ko'rasiz. Mana opa, men har doim bitta narsaga qiziqaman. Keling solishtiramiz mana. Bizni bolalik mana hozir o'tyapti. Sizni bolalik nechinchi yilga to'g'ri kelyapti shunda? 91-yillar shu-da. Biz misol uchun uydagilardan pul so'ramoqchi bo'lsak, nimagadir? Hozir 50 ming, 100 ming so'raymiz oddiy holatda. Sizlar necha pul so'raydinglar? 20 tiyin, 50 tiyin. Tiyinda. Nimaga ishlatardingiz? Bir sim. Biz ham shu parojniga ishlatardik. U paytda shu bunaqa har xil hozirgidek narsalar yo'q edi. Zo'r bo'lgan, telefon yo'q bo'lgan. Telefon yo'q. Megabayt tugadi, minut o'chib qoldi. Qanaqa gaplashgansizlar misol uchun? Dugondalar bilan har kun ko'rishibmi? Ko'rishib gaplashganmiz, xat yozganmiz bir-birimizga. Rostdan. Qanaqa yozilgan o'sha xat mana? Birinchi nimadan boshlanadi? Salom xatdan boshlangan. Hech kim yo'q joyga kirib olib, bir yoshliginglarni eslatib qo'ying. Ha? Haligi svitilini yoqib olib, shoirlarning kitoblarini terib qo'yib, xatlar yozib qolardik-ku. Salom, suyukli sevgilim. Xon. Pochchamdan xat olganmisiz-ku, to'g'risini ayting. Yo'q, olmaganman. Qanaqa tanishib qoldingiz pochcha bilan? Qo'shnilar orqali tanishtirilgan u paytda. Shular bu. Baxt deysiz. Xudoga shukr. Yo'q. Mana hozir turmush o'rtog'ingiz qanday? Lotereyada o'tib olganman-ku desam. Green card yutdingizmi? Green card yutganman shu paytda. Qani green card egasi, pochcha ismlari nima? Marat. Marat aka, mana marhamat. Nimalar uchun rahmat deysiz Marat akamga? Hammasi uchun, har doim qo'llab-quvvatlagani uchun. Men sizni sevaman. O'shaning uchun. Marat, men seni sevaman. Bunchalar zo'rsan. Omon bo'ling. Rahmat. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Allohga shukr, yaxshiman. Kayfiyatlar zo'rmi deyman-a? Bo'ladi, kayfiyat yaxshi. Yaxshi, zo'r. Yaxshi zo'r, lekin kim sizning kayfiyatingizni ko'tarishni istayapsiz? Kayfiyatimda savdo yaxshi bo'lsa, kayfiyatim ko'tariladi. O'zi qaysi faslda savdo juda ham avjiga chiqadi? Yangi yil oldida. Kartoshkalar qayerdan keladi? Menimcha qaysi viloyatda kartoshkalar juda ham mazali? Samarqand, Bulung'ur. O'zingiz qayerliksiz? Samarqand, Urgut. Urgutdansiz. Qachon bordingiz oxirgi marta Samarqandga? 5 oy bo'ldi. Ancha bo'libdi-ya. Nimasini sog'inasiz Samarqandni ko'proq? O'zim tug'ilib o'sgan joy sog'inaman-da. Yoshligimda eslatardim. Yoshligingiz. Yoshligim. Sizni yoshligingiz nimalarga boy bo'lgan? Qanday qiziqarli voqealarga? Voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Sho'x bo'lganmisiz yoki og'ir bosiq bo'lganmisiz? Rosa sho'x bo'lganman. Ko'zlaringizdan bilinyapti o'sha sho'xliklarni. Yaxshi, keling o'sha yoshlikka to'xtalamiz va yoshlik bo'yicha men savollar sizga beraman. Aynan necha yoshingizni ko'proq eslaysiz yoshlikdan? 16, 17, 15. Siz ko'proq qizlarni xafa qilib qo'yganmisiz yoki yigitlarnimi? Yigitlarni ko'p xafa qilganman. Past paytda urib ham qolganmisiz? Albatta. Rostdan-a? Yuzlariga rosa urganman. Ular sizdan kechirim so'rashganmi? Rostdan. Sizdan qo'rqishgan ekanda bolalar ham shunday deng. Yoshlik davrida shunaqa bo'lgan. Turmush o'rtog'ingiz qo'rqmaydilarmi sizdan?
Yo'q, hurmat qilaman. Unaqa emas. Hayot bir tekisda davom etmaydi. Albatta. Bunchalar zo'rsan. Quchoqlab qo'yaymi deyman. Ya, qanday? Siz salomatmisiz? Bola chaqalar yaxshimi? Yaxshi. Nima bu ovchilarga o'xshab kiyib oldingiz? Mana biz aravaga ishdi. Qizlarda o'ylayapsizmi? Qizlar qayerga o'rayapti? Kayfiyat zo'rmi aka? Nima yangiliklar? Yaxshi-ku. Nima qaraysiz? Nima bu sochingiz to'kilmayapti, oqarmayapti, men tushunmadim. Seniki ham to'kilmayapti-ku. Men uylanmaganman-ku. Men uylanganman. Teskari bo'lish kerak emasmi? Hozir uylansak to'kilmayapti. Ye. Uylanaveraymi, qo'rqmasdan? Ha, uylanib. Qo'rqitdi-da mana odamlar, uylanmaydi. Uylangan odam borku, boy bo'lib ketgan. Men birdan boy bo'lib ketdim uylangandan keyin. Yo'q. Ha, 3ta 4ta uylar olganman. Birdaniga. Ha. Oxiriga arava tortdirdingiz. Og'ir mana arava. Endi kibr ham bo'lmash kerak-da. Qarang-a. Odam kibr bo'lsa nimada? ham Oddiylikda. Oddiylikdan. To'p, ismingiz nima aka? Sadirdan. Sadirdan aka, necha yildan beri bozordasiz? 20 yil. Yehe, Mantoqliga kelib chiqqan ekansiz o'zi ham. Baxtlimisiz shu hayotda? Vaqtim Toshkentda uy bor, ikkita. Oy, yo. Moshim bor. Sadirnak bolalik qayerda o'tgan o'zi? Bola Samar. Samarqandlikmisiz? Qayerdan? Anoda Chelakdan. Men katta qo'rg'ondan. Chelak bilasizmi? Katta qo'rg'onda 1 oy xizmat qilganman harbiyda. Ana. O'sha davrlarni bitta eslasak ekan. Oldinlari bilsangiz kinolardan armiyaga ketdim, yerga tegib ketgan gap bo'lardi. Kutdimmi sizni, kutmadim. Ya, kutmaydi. U payt uylanmadim. O'zi birinchi muhabbat kim bo'lgan? Ya, bor-da. Endi yer yonida yeshib qo'ymadim. Qo'rqar ekansan Yer yengamdan. ko'rib qo'ysa, Ismi uni bitta misol uchun, uni ismi bir xil emas-ku. xosiyat degan bor. Xosiyat degan, maktabda bo'lgan. O'zi ko'rayotgan bo'lsa nima gapingiz bor mana? Vaqti bo'lsin-da. Bo'ldi, to'g'ri. Agar yoshlikka qaytish imkoni bo'lsa deylik, dori chiqsa, necha yoshga qaytgan bo'lardingiz? Necha yosh sog'indingiz, men to'g'risini ayting. 18da. Bu odam bo'ydoqligini sog'inyapti deydi. Aytmay. Ota-onangiz borlarmi yo'q? Ota-enam o'lib ketgan. Necha yil bo'ldi? Ay, 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi. Qiyinmi ota-onasiz yashash? Ay, ota-enasi yashash qiyin. Qanchalik darajada misol uchun o'g'illar bilan misol qaysi holatlarda? Yomon gapir bo'lmaydi. Qiyin. Agar hozir yonimizda bo'lsa, ichingizga olib pishgan gap nima? Nima degan bo'lardingiz? Butun dunyoni kechiradi. Canım tükürdükü benim Kalıp gitti arzularım benim Hiç bilmezsem işlerimge kirim Sabun yanımda da canım benim Varim yuraveradi. Malades. Aka, Ota-ena bo'lmasa u hayot yo'q-da. to'ppa-to'g'ri. Lekin men havas qildim sizga. Endi senga havas qilaman-da, sochingni ko'raman, har kun ko'raman seni. Ha, shu uchun tararkansiz-da siz ham. Shu oppas qoching ko'rayotganman, bitta Bu qarasam. parik emasmi ish qilib? Yo'q. Ana kinodagi men kalman demaysiz. Salomat bo'ling. Bunchalar zo'rsan deb qo'yasiz. Nechalar zo'rsan? Necha yoshdasiz? Endi Yosh sir bo'lish kerakmi? mayli 58 yosh. Ko'rinasiz a? Yo'q, rostdan yosh ko'rinar ekansiz. Qanday qilib mana shu yoshlikni saqlab qolyapsiz? Avvalambor fizikultura, gimnastika, keyin dieta. Sog'lom turmush tarziga rioya qilar ekansizda, to'g'rimi? Harakatdan. Jonim hayotlar deyapsiz. Onajoningizni qanchalik qadrlayapsiz? Ayni paytda. Bizani boyligimiz-da. Bizani boyligimiz bu ota-onalarimiz. O'z bittagina onaginam qoldilar. Endi shuning uchun e'zozlab o'tiramiz. Savoli bor, onajoningizni 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. Siz uchun ular qanday insonlar? Jannat insonlar. Bunaqa onalar yo'q. Bunaqa onalar bizani o'qitib, yedirib, ichirib, uyli, joyli qilib shu paytgacha mana shunday e'zozlab o'tiradilar. Qachon oxirgi marta yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Har doim borganda, har doim boshlarini silab, o'pib, duo qilib chiqib ketamiz. Keling, onajoningiz uchun yana bir surpriz qilaylikda, kamera orqali sizni yaxshi ko'raman deb barcha samimiy tilaklaringizni aytsangiz. Har doim oldimizda yugurib yuradilar, yana ham 5 yashar boladek yugurib yurishlarini nasib qilamiz. Judayam yaxshi ko'raman onagina. Sizni yerib ko'kka ishonmayman onagina. Bunchalar zo'rsan. Ha, bu chiroyli kiyinib olib. Tinchlikmi, nimaga tayyorgarlik? Tayyorgarlik uyga bozor qilish shu. To'chna? Toshni. Qizlarga chiroyli ko'rinadi. Yo'q. Yoshdan o'tdim endi. Yoshdan o'tdim. Bog'i duvoyni bizaniki. Aka, yoshlik necha yoshda tugaydi? Yoshlik nima holi 18 yoshdaman endi bilmadim. Ko'ngil yosh akanda. Ismingiz nima? Akmal ismi. Akim, o bitta tez aytishim bor mana kakras. U aytolmayman, uni eshitganman. Eshitganmisiz? Akmal akalarnikidaligimizda. Harakat ko'ring. Yo'q, uni bilmayman. O'shirik degandim. Akmal akalarnikidaligimizda. Akmal akalarnikidaligimizda bilmayman. Odam o'zini ismiga qiynalgan ko'rganmisizlar? Mana.
Ya Akmal aka, hayotda nima yangilik aka? Yangilik tinchlik, osoyishtalik shu yangilik. Tinch. Bola chaqa tinch shu. Nechta bo'ldi bu jiyanlar? Ikkita. Ikkita. Bo'ldimi shu bilan? Bo'ladi, o'zi maktab bitiryapti. Yes. Eski harakat qiladi. Nima bu? Oldingi davlat ota-bobolar 10 ta, 12 ta bo'lishganda. Bo'ladi, hamma nasib yarashadi. Men shu niyat qilganman lekin. Traditsiyani qaytaraman. 10 ta. 11 ta futbolga banda tuzaman. Shunday bo'lsa. Akmal aka, onajon borlar? Borlar. Qanaqa insonlar? Yaxshi, oddiy kamtar. 3 ta farzand katta qilib misol uchun sizlarni. Nimalar uchun ularga rahmat deysiz o'zi? Ular qancha qilsa kam. Ha. Baribir oqlanmaymiz. Qancha qilsa ota-ona uchun qilish kerak. Ha, hozir kurs anaqa syomkadan oldin aytdilar, onajonim kuzatadilar dedilar. Bizni yaxshi ko'radilar dedi. Keling, hozir esdalik qoladi. Telefon qilasiz. Boshida ko'rsatilgan aytmaysiz biz. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman deysiz, keyin telefonimni olaman. Bo'ldi. Bo'ladimi? bo'ldi. Qani ketdik. Viloyatdami yoki Toshkentda? Viloyatdalar. Qayerda? Buxoro, G'ijduvon. Ibexay. Ibexay. Aman divona. Ha buni. Alo, assalomu alaykum. Ona yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zi yaxshimi? O'sha bitta narsa aytmoqchi edim sizga. Sizni yaxshi ko'raman, shuni aytib qo'yay dedim. Men ham seni yaxshi ko'raman. Doim baxtli sog'-omon bo'ling. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam. Rahmat. Nima gaplashing qani? Onajonim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Milliy kanalni ko'rar ekansiz, bitta yaxshi ko'rsatuv, bunchalar zo'rsan degan. Tarafam ko'rdim, bacham. Ertalab ko'raman. O'sha Abbosmi, ona? Aynan sizdan bacham. Sog'omisiz? Rahmat. Bu akam aytdilar, Buxoroga olib boraman dedilar. Bir qo'lingizdan oshingimiz bo'ladimi? Bemalol bacham, olib ketsin. Bo'ldi, rahmat, sog' bo'ling. Onam xo'p dedilar. Xursand bo'lib ketdik, hozir ketamiz. Aniqmi? Javob. Bizlar aytildim qilinadi. Bo'ldi. Qo'rqmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, qo'rqmayman. Har doim gapga javob. Birinchi muhabbat so'nmaydi. Uni aytolmayman, kamera qo'yilganda. Bilib qo'yinglar, erkak to'ygacha erkak. Bunchalar zo'rsan deb qo'ying. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum akajon. Men sizni tanidim, bildim chunki mana shu yerga bir paytlar kelgandik. Akajonimizdan intervyu olgandik, aynan mana shu rastalarida, kiyim-kechak bozorlarida. Kayfiyatlar zo'rmi? O'sha safar kimga qo'ng'iroq qilgandingiz, lekin kim sizni qo'ng'irog'ingizga javob bermagan edi? Ayolimga telefon qildim, ko'tarmagan edilar. Lekin hozir ular mana taqdir ekan, mana shu yerdalar. Endi bu safar o'zgachasi bo'ladi, jonli ravishda bo'ladi. Hozirlarga borib, men seni yaxshi ko'raman deysiz. Ketdik, yuring. Vaqtlarcha. Opajon, assalomu alaykum. Sizga surprizimiz bor. Yaxshilab, ko'zlariga qarab, diqqat bilan eshitishingizni iltimos qilib qolgan bo'lardik. Marhamat. Onasi, men seni sevaman. Eshitdingiz-a? Siz qanchalik yaxshi ko'rasiz, siz qanchalik hurmat qilasiz turmush o'rtog'ingizni? O'kisidan ham ko'proq. Yaxshi ko'rib turmushga chiqqanmisiz? Baxtimizga omon bo'lsinlar doim. Aynan sizlarni baxtinglar nima bilan ajraladi? Muhabbatinglar, sevgilar deymizmi? Bir-biringlar Hurmat izzat bilan. O'zi sizga har doim yaxshi ko'rishlarini aytadilarmi yoki har doim bayramlarda, onda, sondami? Har doim. Kim har doim aytadi shunda? Ayollarmi yoki Erkaklar aytadi. Siz-chi? Har doim. Asalni ham ozi shirin, to'g'rimi? Hech bir so'rab ko'rganmisiz sizdan oldin o'sha bolalik chog'larda yoki yoshliklarda birinchi muhabbatlar bo'lganmikan? Bilmadim. Keling shuni so'rab, mana qiziqarli savol menimcha. So'rab ko'ringchi, qanday javob kelar ekan. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Yo'q. Bolalikda bo'lmagan-a? Birinchisi ham oxirgisi ham shu. Bunchalar zo'rsan. Dillar opa deganlar siz bo'lasizmi? Bozorda ana kayfiyat sizga bog'liq deb aytishdi. Kayfiyatingiz qalay? Zo'r. Savdo qalay bo'lyapti? Zo'r. Mijozlar arimayapti-ku, siri bormi bironta yo shunchalik shirinmi? Bilmadim, Alloh beryapti. Bitta narsa eshitganman. Ko'pchilik insonlar o'zi sotadigan narsani yemay qo'yadi deydi. Shu gap rostmi? Ya'ni ko'zi to'yib qoladi, hidiga to'yib qoladi. Yo'q, men to'ymayman, yeyman dedi. Yo'q, shirin hammasi. Ha, demak shirinli jinnisiz. Shirin. Voy xudoyim. Qachon qanday? Ishda. Bilmaysiz. Men hozir ko'rdim, yugurib keldim hozir aytadi, parkga kirib ketdim bittasi. Yo'q, unaqa emas. Ishonasiz? Men aytgandek bo'lib chiqsa-chi bo'ladi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hech qachon bo'lmagan. Mana qarang, turmush o'rtog'ingiz necha yildan beri yashayapsiz? 10 yildan beri, 12 yildan beri. 12 yildan beri. Mana pochchami 100% bilasiz, to'g'rimi, xarakterlarini. Mana deylik uyga keldilar, tasavvur qiling. Kayfiyatlari bor yoki yo'qligini nimadan bilib olasiz? Baribir ayol kishi psixolog bo'ladi-da. Qanaqa bilib olasiz? O'z turishidan bilinadi. Qanaqa misol uchun turish aytib turadimi? Qovoqlar sal solinganroq. O'sha payt jim turasiz, pul so'ramay turasiz.
Mana pochchamdan shu paytgacha agar ishlatgan pullaringizni yiqqaningizda, hozir nimaga pul yetar? Aytaveraymi? Ko'p narsaga. Bitta mashina, uy. Nechta farzand? 3 ta qizim bor. 3 ta qiz. Kattasi necha yosh? 10 yosh. 10 yosh. Onalikda 10 yillik tajriba. Va sizni 10 yoshga keltirguncha oyingiz nimada qiynalgani kerak ko'proq? Voy, bu Osh. gapirib bo'lmaydi. Yaraga tisibman hozir. Shundan kelib chiqqan holat oyingizga nima uchun rahmat deysiz mana opa? Bizni katta qilganiga rahmat deyman. Chunki 5 ta qizim bo'lganimizda, Voh. oxirgi paytda armonim shu biroq so'zini eshitmay qolganman. Shu armonim. Agar hozir mo'jiza ro'y berib yonimizda bo'lsalar nima derdingiz? Rahmat derdim. Yaxshi ko'rishimni aytardim. Qaysi ovqatlarni sog'indingiz? Qozon kabob qilib berardi, shularni sog'ingan. Qo'li shirinligi onangizdan o'tgan ekan-da sizga ham. Shunaqa. Opangizdan qolgan kiyimlar kiyganmisiz yo'q, to'g'risini ayting. Yo'q, menga to'g'ri kelmaydi ular kiyimlar. Voy xudo, ana xarakteri ko'ring, pochchasi men sizni tushundim, sizga og'ir ekan deydi. Mana jigarlaringizga biror nima deb qo'ying, baba gruppalar bor mana Telegramda, to'g'rimi? Opa singillar. Nima gapingiz bor? Hammasini yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Siz xursandmisiz bugun? Xursandman. Xursand bo'ldingizmi? Xursandman. Kim sizni xursand qilishga harakat qildi yoki har doim o'zingiz xursand qilishga harakat qilib kelasizmi? Mijozlar xursand qildi. Mijozlarning tabassumlari, rahmatlari, shundaymi? Ha. Tushunarli. O'zingiz asli qayerliksiz? Qashqadaryodan. Qayerdan siz Qashqadaryoni endi? Qamashining Qiziltepa qishlog'idan. Qachon bordingiz Qashqadaryoga oxirgi marta? Tandir go'shtlarini sog'inib, 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi. Yaxshi. Yana Qashqadaryoni nimasini sog'inasiz? Nimasi sog'intiradi sizni? Qo'shnilarimda, dugonalarimda. Nechta eng yaqin dugonalaringiz bo'lgan? O'sha yoshlik chog'ida, maktab davrida va haligacha ular bilan yaxshi munosabatdasiz. Hammasi bilan. Hozir ayni paytda farzandlaringizga, nevaralaringizga nimalarni ko'proq aytyapsiz? Menimcha, aynan ta'lim bo'yicha ko'p gaplarni uqtirayotgan bo'lsangiz kerak. O'qish kerakli ekanligini, to'g'rimi? O'qish kerak. Negadir ham sizni ko'zingizda men tabassum, quvonch ko'zlarni ko'rmayman. Nimadirdan xafasiz? Nimadir bo'ldimi? Yoki dardingiz bormi? Yo'q. Baxtliman. Bunchalar zo'rsan, bunchalar zo'rsiz. Har doim xursand bo'lib yuring, xo'p? Rahmat. Chunki barcha o'zbek ayollarimizga tabassum, go'zallik, nafosatlik yarashadi. Omon bo'ling, charchamang, o'zingizni asrang. Assalomu alaykum. Salomatsizsiz? Kayfiyatingiz qalay? Savdo qalay bo'lyapti? Mana, men bitta gap eshitdim-da, xonim. Sizlarning kayfiyatingiz planga bog'liq deyishdi. Eng kayfiyati yaxshi odam siz chota bugun. To'ldimi deyman plan. Endi. Ha, xudoga shukr. Plan to'lmay qolsa, kayfiyat buziladi-ku, ozgina ta'sir qiladi baribir. Alamni nimadan olasiz? Alam dish narsada. Ya, endi. Uyqudan. Voy xudoyim. Chunki charchaymiz. Chiqib pochcham bor urishmaysizmi? Sizni deb bo'ldi. Yo'q. Ana har xil insonlar bilan suhbatlashasiz. Siz bilan men bilasiz, psixologga o'xshaymiz. Siz ham odamlar bilan muloqot, men ham odamlar bilan. Qanaqa mana kayfiyatli insonlarni, qanaqa muomalali insonlarni yaxshi ko'rasiz? Ochiq ko'ngil bo'lsa, samimiy bo'lsa, to'g'ri gapirib so'rasa, xo'p, jerkmasa, eng asosiysi. Ha, o'zidan o'ziga mana shu, to'g'ri? To'g'risini ayting mana. Yaxshi gapirgan odamlarga narxdan tushib berasizmi yo'q? Albatta skidka qilamizda. Hurmatli insonlar, mana aviasozda bozorga kelsanglar, opam oldiga kulib kelsanglar bo'ldi. Tekinga beraveradi. Pochcham qayerdalar? Pochangiz optimda ishlaydi. Bu ham sotuvchi. Bilmaysiz, men boya ko'rdim. Sizni bozorga o'zlari parkda yuribdilar bittasi bilan. Yo'q, unchalik bo'lmas. Sariq sochli pyorishka kelyapti. Yo'q, men ishonaman. Ishonasiz, men ham ishonaman. Lekin shunaqa yuribdilar, ishoning. Yo'q, men 100% ishonaman. Xiyonat qilmaydilar. Yo'q. Sevgi qattiqmi shunchalik? Rostdan sevishib turmush qurganmiz. Necha yillik sevgi turmushga aylangan? Pashta 5 yillik. 5 yil ham qiynaydi odamni ham. Nima sovg'alar olib oldingiz to'ygacha? Har xil. Men to'ydan keyin sovg'a bermay qo'ydilar shu bilan. Yo'q, har doim. Ko'pincha beradi. Gulni yaxshi ko'rishimni biladi va ko'proq gulni olib kelishga. Ko'chadan 4 ta gulni yurib bitta skoch olib kelib beradilar. Ja, unchalik emasdi. Buket olib kelyaptilar. Ha, nimaga? Pochcha gap yo'q lekin. Ko'pincha atir 15 mingga bitta shikarat oladilar oldiga. Hozir 15 ming shikoyat bermaydi-yu. To'g'ri. 25 ming hozir. Ha, muhimi e'tibor, to'g'rimi? Mana hozir oynajon xonadonlik sevishingizni aytasiz. Xo'jayinim Gulbart dadasi, men sizni sevaman. Muhabbat yaprog'in uzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Baxtlimisiz shu inson bilan? Albatta. Vaqt orqaga qaytsa tallangan bo'larmi deysiz? Albatta. Endi mana keyingi dunyoda ham birga bo'lishni xohlayman.
Voy so'kkan paytlari ham shu gap, savol bersam shu gapingizni Ko'p ko'rasiz. so'kmaydi-da, juda ham yaxshi-da. Pocha, malades, sizga haykal qo'yish kerak ekan. Chidab kelayotganingiz uchun deydi. Har doim baxtli bo'linglar, opa. Rahmat. Bunchalar zo'rsan deb qo'yasiz. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tog'a, qandaysiz? Rahmat, Yaxshimi? Yaxshimi? Charchamaysiz? 3 yil bola chaqalar. Rahmat, yaxshi. O, sochlarni nima oldiryapsiz? Endi Armiyadan keldingizmi? Nimalar bilan bandsiz hozir? Nima shamolllar uchirdi bozorga? shu ustamiz o'zimiz. Chegak, bozorchar qilgan bolalarga aylangan kelib. Uy ustasi. Yo'q, usta bolalarga. Ha, usta bolalarga. Ha, yaxshi. Kamchilik yo'qmi? Yo'q. Qizlarga botmayaptimi? Yo'q, yo'q. Nimaga botmaydi? Ayolimiz bor, farzandlar. Ularga xiyonat, vatanga xiyonat. Shunaqa. Sevasizmi shunchalik? Sevaman. Ha, telefon qilmasdan sevaman deysiz. Aytaman. Ha, oling. Sevgi qattiq ekansizlar. Alo. Nima? Onajonisi, Ha? men seni yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Boringga shukr. Rahmat. Sog' bo'ling. Muhabbat qattiq-ku. Malades. Mana yangami mana kayfiyatlari bor yo'qligini uyga borganingizda qanaqa bo'lib olasiz? O'zi ilonga o'xshab turgan bo'ladi. Chaqaman. Kutib olishdan. Bunchalar zo'rsan. Kulmang, jiddiy turing. Men gapiryapman. Qadrli yurtdoshlar. Kulmang, jiddiy turing, baring. Kulmang, jiddiy turing. Ko'rsatuv o'zi ko'ngil ochar ko'rsatuv bo'lsa, qanday qilib men kulmasligim mumkin? Tugayapti-ku, shu odamlar xafa bo'ladi-da, o'sha. Yo'q, xafa bo'lmasligi uchun ham biz tabassum bilan xayrlashishimiz kerak. Ertagacha bunday aldash kerak hozir. Ana. Qadrli yurtdoshlar, biz ertagacha xayrlashamiz deb, lekin ertaga yana oynaga orqali men chiqib kelaveraman. Assalomu alaykum deb mana 2 yildan beri tinimsiz efirga chiqayotgan boshlovchi ko'rganmiz, 3 yil. Siz bilan mendan boshqa hech kim har kuni efir ko'rmaydi. Biz faqat gapirmang. Reklamadan ko'p biz chiqamiz-da telekanalda, tushunyapsiz barinaqa. Instagramdan har kun bizda. Balkim ko'rsatuv tugatish kerak. Ya albatta, men nima demoqchiman? Tomoshabinlar rahmat demoqchi. Shunchalik mana ko'rib, kuzatib kelishyaptiki, biz mana davom etyapmiz. Kuzataveringlar, biz sizlar uchun eng zo'r kayfiyatda o'zimiz ta'minlaymiz. O'zim garantiya pechat qo'yib beraman. Sog' bo'linglar ertagacha. Hay sizlar, biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Omon bo'linglar, sog' salomat bo'linglar, yuzinglardan hech qachon tabassum arimasin, kuninglar fayzli va barakali bo'lsin. Albatta, 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.